ikkita fermer bir xil suv ishlatsa ham 2 baravar bittasi ikkinchisidan ko'proq suv solig'i to'lashi mumkinmi? Mumkin. Qanaqa qilib deysizmi? Bitta fermer o'zida ham tomchilab sug'oradigan texnologiyani joriy etgan, ham счетчик qo'ygan. Demak, bu to'lash kerak bo'lgan suv nalogini yarmini to'laydi. 0,5 kamaytiruvchi koeffitsient bilan. Yana bitta fermer faqatgina sug'orish texnologiyasini joriy qilgan, lekin счетчик qo'ymagan yoki faqatgina счетчик qo'ygan, sug'orish texnologiyasini joriy qilmagan. U 30% ga skidka bilan to'laydi nalogga, lekin yarim miqdorida emas. Bitta fermer na счетчик qo'ymagan, na tomchilab sug'orish yo'lga qo'ymagan. U endi hamma to'lagan soliqdan ko'ra 10% ga ko'proq to'laydi, chunki bularga suv solig'iga 1/1 oshiruvchi koeffitsient qo'llanadi. Fermer tanishlaringizga jo'natib qo'ying, chunki bu pulli masala va atigi bitta счетчик bilan tomchilab sug'orish suv solig'ini 2 baravar bo'lishiga ta'sir qiladi.